Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xudmon o'xshab Dunyoning hurmatli No'qat xorijiy maktab kanalining qatnashchilari. Bugun biz sizlarga No'qat shahridagi cho'p bozorlarining bahosini beramiz. 2022-yilning 9-avgust kuni cho'p qancha oltadi, bera qancha oltadi, shularni bilib beramiz. Bugun cho'p bozoriga keldik. So'rovlar bo'yicha cho'plarni chekkadan olib ko'rsatamiz. Qanchadan bo'lgandan keyin darbizni ko'rsatamiz. Cho'p bozorlari ko'rsatib, darbizlarni ko'rsatib, bugungi ishimiz nima qilamiz? Mana samonlar bor ekan, puli qancha ekan, egalari yo'q ekan. Shuni hozir ko'rsatib chekkadan nima qilamiz? Qanchadan bo'ldi ekan, puli qancha ekan, cho'p presi qancha ekan bilib beramiz. Hozir egalari yo'q. Bu egalari yo'q ekan hozir. Ha? Qanchadan oltadi bu yerda? 260 kami var. 260 kam bor. Qayerdan bedasi? Bu. O. Bede var ekan 260 kam bor deb, yaxshi beda ekan, olimiz bor. Az chekkadan tortib ko'rsataveramiz o'zingga, yo'qolib ko'rsataveramiz. Samonlar bor ekan. Bu ne yerlari yo'q ekan. Somon, cho'p bor ekan. Shu qanchadan ekan yerlari yo'q ekan-da. Shol qanchadan oltadi ekan hozir mana chekkadan bir g'ana so'raymiz. Assalomu alaykum baykalar. Cho'plar qancha oltadi ekan? 220 kamichi? Kam bor ha? Tuzg'ili. Mana 220 qaytdi cho'p? O'zgonniki yaxshi cho'plar ekan, 220 dan deb turadi. Og'alatran olsa, kelib No'qat bozoriga kelib olingizlar. Mana ham sizniki? Bu qancha? Qanchadan bedi? Bedi, bilmayman, es yo'q. Es yo'q. Pochta 250 ko'rsa kerak-da. To'g'ri. 250 ga 260 ko'rsa kerak. Shuni tortib yuramiz. Yerlar borini tortadi, yerlar yo'qni tortib aytamiz. Assalomu alaykum. Somon pres qancha oltadi ekan? 190 qayertiki? Qiziltayt? Ko'kbel. Qayroq qo'yasiz? Qayroq kamichi? Ha, yaxshi 270 ga 170 gacha dedingiz, ha? 170 gacha oladigan, ular Ko'kbelning qayroq somon presi bor ekan, oldingizlar. Shu. Mana cho'p pres tortamiz. Cho'p pres qancha oltadi ekan? 200 kamichi? Kami yo'q ekan, 200 dan ekan, yaxshi pres ekan. O'zgonniki? O'zgonning cho'p presi bor ekan, mana yaxshi cho'plar ekan. Olsangizlar bo'ladi ekan. Shu ko'ning esi yo'q ekan, yerlari borini tortamiz. Shu. Qancha oltadi ekan cho'p? 700. Kamichi? O'zgonmi? Yo'q, bu qimmatroq. Qancha bu? 230. 230 da, isparsep ekan-da. Qaytdiki cho'p? Ko'kbelniki. Ko'kbelniki yaxshi ekan, mana isparsep porterda yaxshi. Emas, oqcho'p. Oqcho'p ekan. Oqcho'p dedim, adashib ketdim, oqcho'p ekan. Mana olsanglar bo'ladi. Yaxshi cho'plar ekan. Mana montaj qilib chiqarasizlarmi? Montaj qilasiz. O, Kenasini tur aytsangizlar. bo'ldi. Kenasini it aytib qo'yasizlar aka. O, bo'pti. Shunda ekan. Yaxshi cho'plar ekan, olsanglar bo'ladi. Asıl saman. Hozir boraman, chekkadan tortib boraman. Haydi. Somon pres qancha ekan? 200. Qaytdiki? Ko'kbelmi? Oqterek. Qayroq, ha? Qayroq 200 ekan. Kami bo'lsa kerak, shu olsangizlar bo'ladi. Oqterekdan somon pres ekan. Qayroqi. Cho'plar qanchadan ekan? Mana ko'kbelniki. Sizlar tortgan cho'plar tortdim. Qanchadan ekan? Cho'plar yaxshi ekan, olingizlar. Mana Ko'kbelning cho'yidan ko'rsatdi, yaxshi cho'plar ekan. Ko'kbelning cho'yisi ko'z rostat. Qanchadan dedingiz? 150 ga? 150 dan ekan Ko'kbelning cho'yi. Yaxshi ekan, olsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum. Cho'p preslar qancha ekan? 250. Qayerda cho'p? Bede presmi? Bede pres bor ekan 250 so'mdan. Kami bormi yo'qmi ekan? Kam bor ekan, shu cho'plarni olsangizlar bo'ladi. Emes bo'ladi, to'g'ri, cho'plar tortib. Maytda somon, jo'n somon bor ekan, bu somon. Shuni ham so'rab ko'ramiz. Qancha ekan? Assalomu alaykum. Qancha ekan somon? Samonda 10 ming deb topazimmi? 10 ming. Kam bo'lsa kerak, ha? Silishasizmi? Olarman hozir, silishayotgan. 10 ming dotadigan, yaxshi somon ekan. Shu. Cho'p pres qaytga ekan aka? Qanchadan? 200. 220 kam bor, ha? Yaxshi 220 kam bor ekan. Shu yaxshi cho'plar ekan. Mana shu ham yaxshi ekan. Qaytga ekan bilmadim, yo'q.
Satılat ekan, çok ekan. Çöp pres qancha ekan? 220. Qayerdaki? Uzun. Özgönün çöp presi var ekan, 220 kam var ekan. Olsanızlar bo'ladi ekan. Yaxshi çöp presler ekan. Bugun 2022-yilning 9-avgust kuni çöp bozorida yuribmiz. No'xat çöp bozorida. Şol. Yok, sizler çok tatmayım ekan. Şu çöpler ekan da, qisqasichi. Boyda somon presler var ekan, undan keyin. Yo'qlas. Az Daruz bozorga kelib, Daruz bozorni tartib, shuni nima jiyintaymiz. Sen çöp presi qayerda, somon presi? O portları. Bartuş şet ko'rsatamiz hozir. Shunday ekan. Bugungi shuni bilan çöp bozorida jiyin tutamiz xudo xohlasachi. Hozir Daruz bozoriga o'tamiz. Daruz bozorni tartib, shontib jiyin tutamiz. Bugungi 2022-yilning 9-avgust kunidagi çöp bozori, Bedel bozorida ko'rsatdik. Çöpler arzon ekan. Olsangiz bo'ladi. Bedel çöp bari birda ekan. Sen niye tartışmasın? Bitti tarttan. No'xat başına tut. Dede öyle. Çöp polniga tarttan. Çöp Bedel Allah. Sinirgece karası. Oyun başına. Ama çok hatun bu. Qanchaga ketdi? 235'te. Yaxshimi? Çöp 235 dan ketdi. O'zgönlik ha? O'zgönlik 235 dan ketdi. Ko'kbellik ekan. 235 dan ketdi buni. Çok çöpler ekan, Allah barakasini bersin. Sodasini. Qaysi ona porta seniki çöp? Somon? Qanchani o'tasin onu? Qayerdiki? Calabat. Jalobat. Ha, Jalobatın somon presi var ekan, yaxshi. 200 Boyamızda onu. 200 kam var deb turadi buna. Boş somon desangizlar, boş somon var ekan, buna joq somonlar ekan. Presler joq ekan, olsangizlar bo'ladi. Somon ham joq ekan presleri, joq presler ekan. Jalobatniki qayroq qo'yja suluvi. Kayrak. Qayroq ekan, Jalobatniki. Otang sotadi buni? Ava. Ha, yaxshi. Kel olsangizlar bo'ladi. Somon pres. Siz shu ekan. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Endi Daruz bozorlari ko'rsatamiz. Shundan tutdi. Dog'da olsa nasib qilsa 3-4 kunda kelamiz. Alloh nasib qilsa. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.